ko'ramiz. Mashinamizni mana qaranglar. Kattaligini qaranglar. Oldiga salkam bir qarich yo'q oldida. Bu yoqda mana kichik narsa solib qo'yish uchun kichkina barchasi bu yoqda aytganimizdek o'zini panasi bor. O'tirib men xo'jayini joy deyiladi, ya'ni misol uchun xo'jayini o'tirib kompyuter uchun deyiladi yoki misol uchun choy ichib ketilgan bo'lsa ham bemalol shu yerda o'zdan boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Eng qizig'i har bitta sizenamizdan oldin ko'ramiz mana bu yerda atamankasi bor. Keyin bu yoqda sizenamizni yotqizib qo'yish, turg'izimiz yoki baland past qilishimiz oldingi paysalarida unaqa bo'lmasdi. Baland qilish yo'q edi, bularda baland past qilishimiz mumkin bo'lyapti. Yoki sizenamizni orqaga, oldiga va orqasini yotqizib yoki turg'izib qo'yishimiz mumkin bo'lyapti. Har bitta oyna uchun alohida, to'g'riroq orqa oynalar uchun alohida pardalar bo'lyapti bu yoqda. Eshik ochishimiz ham qiziq. Knopkani bitta bosib, tiq ochiramiz bu yog'iga. Mana kattaligini, qalinligini qaranglar mana. Eshiklari, oynalari, eng qiziq joyi mana buni qarang. Men ham bittasi joyiga hayron qoldim, boya ishlatib ko'rdim. Oynani boshqarishi juda ham qulay, juda ham tez kelgan. E'tibor qildinglarmi? Juda ham tez. Mana. Tushdi, to'liq yopilib ketdi. Ko'pchiliklar unda sal ko'tarilib qolgan bo'ladi, sal noqulay bo'lib qoladi. Misol uchun ko'taramiz hozir. Ko'tarishda ham, tushishda ham qaranglar. 2 qavatli oyna bo'lyapti. Yana keyin detskiy rejimi ham bor. Ya'ni bolamning qo'li siqib qoldi yoki qo'li qolib ketdi degan narsa bo'ladigan bo'lsa, agarda unaqa narsasi yo'q, teyda orqaga sirada qaytib tushyapti orqaga. Oynalarni ko'rsak bo'ladi, oynalarimiz 2 qavatli bo'lyapti. Shumkasi zo'r, shumka vobshem zo'r. Ichkaridan endi baland qilingan to'g'ri eshitish mumkin ovoz, lekin o'rta holatda baqirsangiz ham ovoz eshitilmaydi. Shumkasi juda ham zo'r. Mashinamizni bu yoq tomondan ko'ramiz. Bu yoq tomonda o'tirganimizda ham mana qarang, siz ham o'z orqaga surilyapti. Qulay chiqib oldingiz, o'tirib oldingiz. O'tirganingizdan keyin yana o'zining holatiga qaytib keladi. Mashinamizning 3 xil pnevmasi bor. 3 xil pnevmasini, ya'ni ishi past bo'ladi, o'rtacha bo'ladi va baland bo'ladi. Hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Birdan balandligiga qo'yib yubordim. O'ziga ko'taraveradi. Mana ko'raylik. Orqadan boshlayapti, orqa ko'tarildi, endi sekin oldi ko'tarilyapti. Bu galma-galdan ko'tariladi bular. Bu o'rta holati bu. Mana endi baland holatiga o'tdi. Yana ko'tariladi endi ozgina. Ko'tarildi. Bo'ldimi? Yo'q, yana aytdimmi, ko'tariladi mana. Barmoq so'laganimizda bir 6 barmoq solgan darajada joy qo'ydi, qaranglar. Shu baland, yerdan so'laganda ham 23 dan baland bo'ladi, bir qalichdan oshiq, qarang, barmoq shunga ko'targanda ham yetmayapti qo'l. Mana qaranglar. Juda ham baland. Bizning endi o'zbeklarimiz baribir ishqolchilik toqqa chiqamiz, dam olamiz deydi. Zo'r, mana baland bo'lgan mashina yaxshi deyapti, tegib qoldi, tosh tegib qoldi bo'lmaydi. Yana bitta eng qiziq funksiyasi bu, hech qaysi mashinada kuzatilmagan funksiyadan bittasi, mashinamizda alohida kislorodi bor. Ko'raylik. Bismillah. Mana bu yerda kanseldan boshlashimiz ham mumkin bo'ladi yoki tepada turibdi, mana 3 ta knopkasi turibdi, ko'rsak bo'ladi mana. Boshqasi bu bo'lishi mumkin, misol uchun asma kasalliklari bo'lishi mumkin. Odamlar bor, asma kasalligi bor yoki toqqa chiqdingiz, tepalikqa chiqdingiz, baland joyga chiqdingiz. O'sha kislorod yetishmovchilik bo'lgan odamlar uchun alohida havo chiqazib beradi, toza kislorod chiqazib beradi. Bunaqasi bormi? Men bilmayman. Balki kimdir bilar. Mana kiramizda hop kanselga kirdi. Kanselga kirganimizdan turibdi. O'zini anaqasini yoqishtyapti, o'sha kislorodni yoqishtyapti. Bosganimizdan keyin bizga chiqyapti. Bu 2 xil paysasi bor. Ya'ni o'zi uchun alohida chiqazib bersin yoki to'liq salon bo'yicha chiqsin degan narsasi bor deb o'tdi. Mana bu yerda ko'ramiz ikkinchisi. Ikkinchisi anaqa teyda o'zining kichik naychasi bor ham bitta. Bilmayman, komplet. Mana ko'rsataylik teyini. Mana bu yerda naychasi bor. Ko'ryaptimi? Naychasi bor. Mashindan havo chiqazib beradi kerak bo'lsa, bu lekin komplektida shu narsasi alohida kislorod shunaqasi chiqadiganlar bormi, yo'qmi, buni bilmayman. Lekin bu yerda bor. O'sha hozirgi komplektida to'liq salonga chiqarib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda chiqaramiz, to'liq salonga chiqaramiz. Bu tashqi havodan konditsioner qilib turib, toza havo shunday filtrlab chiqazib beradi emas. Alohida siz uchun kislorod chiqazib beryapti bu. Bu yerda klimat kontrol, isitish, sovutish, bu yerda rejim ventilyatsiya, hamma narsasi bu yerdan qarang, to'liq boshqaryapmiz. Yana bu ham xuddi shunaqa Sienna o'xshab boshqaruvi oldidan orqaga, tepaga, balandparga past qilishimiz mumkin bo'ladi yoki 2 marta bosib qolganimizni o'chirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yo'qdi, o'chirib qo'yamiz. Ishlashini qaranglar mana.
o'zini klimat kontroli, tashqaridan havo kirsin, chiqsin, bu yerda hamma nastroykalar o'sha o'ziga o'zimizdan обычный mashinamga o'xshab juda ham qulay qilingan. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, ichkarida rejim o'ddihi, rejim mo'ytkasi juda ko'p funksiya bor. Juda ko'p narsalari bor. Yana alohida misol uchun tashqi boya ko'rganimizdek, xolodilnikdan to'g'rilashimiz mumkin, xolodilnik gradusdan to'g'rilib olamiz yoki og'izlarni shu og'izdan to'g'rilashimiz mumkin yoki orqaga yonayotgan chiroqlarni ham alohida to'g'rilashimiz mumkin. Bu rejim o'ddihi bor. Rejim o'ddihi nima edi? O'sha misol uchun xohlagan vaqtimizga qo'yamiz, bosamiz, xohlagan szenamizni tanlab olamiz. O'sha szenani o'zida yotib olib, uxladingiz, dam oldingiz, uxlaganingizdan keyin mashina butunlay chalib sizni uyg'otyapti mashina. Bu yerdan og'izlarni yoqib qo'ying. Yomg'ir yog'yapti. Naturalniga o'xshaydi atrofimda. Voy. Bu narsalar Sen-oltida boshqa mashinalarimizda ham bor edi, lekin bunda yana ham kuchaytirilgan zo'r ekan. Zo'r. Har tomonlama mashinani qaranglar. Etilmagan nimasi qoldi? Eng qiziq joyi qoldi. Mashinamizning yana bitta narsasi bor. Bu test drive qilinganda, tekshirilganda agarda deyiladi, bir tomon ikkita balonni birdan tekshirilgan taqdirda ham mashina o'zini o'zi yo'qotib qo'ymaydi. Sinovdan o'tgan. Men shaxsan o'zim sinab ko'rmaganman. Bu narsani shu ko'rib o'rganib chiqqanda, ikkita balon birdan tekshirilgan taqdirda ham deydi, mashina o'zini o'sha ravnobezasini to'g'ri ushlaydi mashina. Mashina xavfsizlik tomonlama ham, funksiyalar tomonlama ham juda ko'p tomonlama mashina juda ham aqlli bo'lgan. Hozir bilmayman, etmagan juda ko'p narsa qolib ketdi, etgancha etdik, harakat qildik. Mashinamizni xudo xolisa to'liq obzori shu. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, meni so'rasanglar bo'ladi. Bu yerda endi lidarlari, kameralarni etib o'tirmadik, chunki уже oldingi mashinalarimiz ham bor edi. Kuchaytirilgan lidarlar bu yerda mashinani o'sha yo'lni yaxshi aniqlaydi, yaxshi ko'radi, yaxshi o'rganib boradi, xavfsizlik tomonlama mana shu lidarlar kuchaytirilgan. Kichik lidar, Li9 da ham o'zi ko'p mashina bunaqa chiqyapti. O'shaning uchun etib o'tirmadik mashinani. Eng qiziq joyi faqatgina bitta narsasi borki, mana bu elektr pozitsiyamizda mana bunaqa oldida bagajimiz bor. Gibrid edi, bagaj bo'lmaydi, bu yerda motor joylashgan bo'ladi. Agar elektrni olib, o'tirib olib, suvni bo'yib olib, qarmoq tashlab qo'yib, balon tutib o'tirasiz maza qilib. Bu yerda yana keyin alohida yana xuddi shunaqa 220 tok beradigan joyi ham bor. Mana bu yerda 220 tok beradigan setosi bo'ladi bu yerda. O knopkalar ham bor ekan, nasib qo'ysa bo'ladigan knopkalar ham bor ekan. Alohida knopkalari bu yerda nasib qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsalar, ilgalari bor. Xo'p. Mashina qaranglar. Bu farlarini yonchadigan alohida projektor deymiz. Projektorlarni bu etib o'tirilmadi. Bunaqa katta narsa hisoblanmaydi. O'shaning uchun men etib o'tirmadim. Lekin farlar kuchli farlar, usulli farlar qo'yilgan. O'zini o'zi yaxshi yoritadi. Avtodanning hamma narsasi bor. Sensorlar kuchaytirilgan. Ya'ni o'sha oldimizda misol uchun kelayotgan, qarshimizdan kelayotgan mashina bo'lmaydigan bo'lsa, o'z avtomatik farasini yoqyapti, yonlarini yoritib beryapti, o'chiryapti, har tomonga. Bu yerda keyin ishni projektori ham bor. Mashina qulagan paytimizda atrofimizdan qanaqadir figuralar, har xil figuralar chiqadi. Misol uchun baliqlar o'ynaydi, bas figuralar ham bor. Alohida bundan endi projektor qilib foydalanishimiz ham mumkin, lekin bunaqa katta foyda beradi deb o'ylamayman bunisini. Chunki projektorli mashina ko'pini ko'rganman, unaqa maza qilib televizor ko'ra olmaysizlar. Asosiy narsalarimiz shundan iborat. Kerakli obzorni xudo xolisa qo'ldan kelgancha yoritishga harakat qildik. Salomat bo'lamiz. Lip motor D19 mashinamiz bizda bor. Xudo xolisa birinchi partiyamiz avgust oyi kelyapti, ikkinchi partiyamiz sentabrning oxirlariga yoki oktabr boshlariga kelishni boshlaydi. Mashina zakaz qilsanglar bo'ladi. Zakaz qilsanglar eng qiziq joyini aytaymi, eng qiziq joyi bor yo'g'i $100. $100 berasiz, mashinani yozdirib qo'yasiz. Yozdirib qo'yganingizdan keyin mashinangiz kelgandan keyin mashinangizni ko'z bilan ko'rasiz. Ma'qul menga desiz, to'lov qilasiz, yoki pulni qaytarib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Eng qiziq joyi bitta narsa esdan chiqib qolibdi. Shu narsani aytaylik, mana kelaylik. Mashinamizdan rangi ikki xil bo'ladi. Faqatgina bu narsani etish esdan chiqib qoldi uchun aytib qo'yaman. Rangi ikki xil bo'lyapti, ko'ryapmiz. Qora rangi, mokriy rangi, yashil rangini mana shunaqa ikki xil rangligi bor. Qolgan hamma pozitsiyasida bir xil rang bo'ladi va lagan diska bo'lmaydi. Oqlarida lagan diska emas, oddiy diska bo'ladi va rangi oq rang bo'ladi. Tepasi yonlarining ozgina seri joylari ham bor. Asosiy ranglari ikki xil ranglidan eslab qolamiz. Qora, yashil, mokriy asfalt rangi lagan diskada bo'lyapti.
ikki xil rang bo'lyapti. O'sha orqadagi boyagi ko'rishgan uzun orqa chiroqlari, mono chiroqlari figuralar o'ynaydigan bo'ladi. Faqat fullida bo'ladi bu. Salomat bo'lamiz, okalar, qo'llab turasizlar, xudo xolasa, ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqib, shu maqsad mashinani biron qilib qo'ysanglar, nomingizga biron qilib qo'yamiz. Mashinani kelasiz, ko'zingiz bilan ko'rib, ma'qul kelsa, to'lov qilamiz, shartnoma qilamiz. Salomat bo'lamiz.